Yaxshi yomon kuningda do'st yo kimdirlar turmush ekan to'g'risi. O'rtoqlardan oldimda faqatgina ayol oldimda turdi. Seni yaxshi ko'raman, Alloh. Yaxshiyam bo'lsan, ham do'stu yorsan, millionlar ichidan tanlab olganim, baxtimga sen bo'lsan, yaxshiyam. O'tiramiz, kechki suhbat qurib, ertalab bolalar kim borish haqida bahslashyapmiz. To'g'ri ketdim. Hali ovqatlanishga borganimizda tegi uzilib ketdi. Senga fokus ko'rsataman. O, tikib berasizmi? Tikishaverasizmi o'zi? 45-yilda ota bobolaring bilan birgalikda nemislar bilan jang qilganda polni tumacha tikkan. Do'ppi tikdim. Bor dodam machkilar rob chiqdi. Ko'zi o'ti. Endi. Hech ketma. Uncha yaxshisiz. Sizlardan eng yaxshilaringiz ahli ayoliga yaxshilik qilganlardir. Imkon bo'lsa erkaklarga qaysi so'zlarni taqiqlagan bo'lardingiz? Birinchi taqiqlaydigan so'zim erkaklarga mana shu xotiniga ajrashdim yoki taloqsan degan so'zni taqiqlardim. Keyin charchadim degan so'z. Erkak kishi aytishini taqiqlaysiz, charchadim degan so'zni. Hamma erkaklarga nimaga deng? Nimaga? Bizni charchadim deyishga haqqimiz yo'q. Charchaymiz, to'g'ri. Lekin Inoyatul aka, mana hozir shuni bir necha qismlarga bo'lib aytaman. Charchagan o'g'il ota-onaga yaxshilik qila olmaydi. Charchagan er ajrimga olib boradi. Bu faqat erkaklar haqida. Charchagan ota farzandiga hech narsa o'rgata olmaydi ham, hech narsa bera olmaydi ham. Charchagan qarindosh silay rahmni uzib qo'yadi. Charchagan tolibi ilm yig'ishtirib tashlaydi. Charchagan ustoz ilm berishni to'xtatib qo'yadi. Charchagan davlat xizmatchisi, charchagan vatanni bitta fuqarosi va farzandi vatanini krizisga, vatanini juda ham yomon holatga olib boradi. Charchagan xalq erkaklari, rijollari vatanni qo'ldan boy beradi. Charchadim deyishga haqqimiz yo'q. Ayniqsa bugun umuman bizda bo'lib ham O'zbekistondagi erkaklarni charchadim deyishga haqqi yo'q. Mehr bersa ketmasmish. Ko'zi buzuq, nafsi och erkakga boriz bersiz ham ketadi. Shuni hech qachon esingizdan chiqarmang. Cho'tga. Ikkinchi xotin oldim, birinchi kun birinchi xotinim rozi bo'lmagandi, lekin men axiri baribir ko'ndirdim. Ikkinchi xotin olganimga 1 oy bo'ldi, bizda hammasi zo'r. Biri ovqat qilsa, biri tozalaydi. Cho'tki. Ikkinchi xotin olganimga 3 oy bo'ldi, ozgina urushib qolishuvdi. Ikkinchi xotinimning nomiga uy bilan mashina olib berdim. Ikkinchi xotin olganimga ham 6 yil bo'ldi. U yoqda 2 ta bolam bor, bu yoqda 2 ta bolam bor. Bizda hammasi zo'r. Birinchisi bilan urushib qoladigan bo'lsam, ikkinchisini oldiga boraman. Ikkinchisi baribir boshqacha ko'nglimga qaraydi. Uylanganimga ham 22 yil bo'ldi. Bugun ikkinchi xotinim bilan o'g'limizni to'yini qilgandik. Men shu munosabati bilan biznesimni berib yubordim. Birinchi xotinim rosa janjal qildi, keyin o'chir chekagin deb chekini o'chirib qo'ydim. 22 yil 6 oy bo'ldi, bankrot bo'ldim. Ikkinchi xotinim oldiga borsam, men olib bergan uyga kirgazmadi. Siz menga hech kim emassiz deb yarim boyligimni ham o'zlashtirib yubordi, haydab yubordi. Birinchi xotinim oldiga bordim, kechirmaydi deb o'ylagandim. Uzr so'rasam, bilasizlar nima dedi? Adasi, men sizni boyligingiz emas, men o'zingizni sevganman dedi. Lekin baribir birinchisida hech kim bo'la olmas ekan, birinchisi sizni boringizcha sevar ekan. Qo'limdan meni ko'p sev, kimsaga berma meni. Sevsang agar bir umr sev. Ikkinchi xotinim bilan onam ajrashasan dedilar. Bo'ldi onajon, onam ajrashaman dedim. Ikkinchi xotinimni ham menga Xudo bergan. Alhamdulillahi robbil alamin. Ne'matligini umrim yashaydigan men, onam emas, ukam emas, oilam emas, birinchi xotinim ham umrim yashamaydi. Umrim men yashayman bilan. Uni ta'mini, uni mazasini, uni fe'lini men bilaman. Umrim kechqurun men yotaman, umrim men turaman, umrim men choy ichaman. Uni aslini men bilaman-ku originalini.
Uydagilarimga borganlarda har xil bo'lgan, lekin onani tanla, xotinni tanla. Shunaqa situatsiyada bo'lib qoldimi uka? Kimni tanlayman uka? 100 ta bo'lsa ham unaqa xotinni qo'yib, onani tanlayman-da uka. Unaqa xotin topilaveradi. No, adolat bo'lish kerak-ku uka. Ko'zim bilan ko'rib turibman-ku uka. Men himoya qilmasam, men yonida turmasam, adolatni, haqiqatni ko'rib turib, mana buni qoraligini ko'rib turib, men buni sariq deb tursam uka, men uni oldida qanaqa erkaklik, nimani sevdi u meni? Farzandga otadan o'tadigan 8 ta belgilar qaysilar? Birinchi o'rinda uning jinsi, bolaning o'g'il yoki qiz bo'lishi otaga bog'liq. Otadagi Y xromosomi bolaning jinsini belgilaydi. Shuni biling, farzandning o'g'il yoki qiz tug'ilishida muammo ayolda emas. Ota qaysi xromosomani bera olsa, o'sha jinsdagi farzand tug'iladi. Ikkinchi bu bo'y. Otaning qanday bo'yga egaligi genetik jihatdan asosiy rol o'ynaydi, chunki bolaga bo'y berish salohiyati otadan o'tadi. Uchinchi bu burun shakli. Ahamiyat bering, ko'p bolalarning burni otasinikiga o'xshaydi. Oilaviy burun o'xshashligi otadan o'tadi. To'rtinchi bu sochlar. Agar otaning sochlari jingalak bo'lsa, demak bolaning sochi ham xuddi shunday bo'ladi. Gen TSH otadan o'tadi va bu soch tuzilishi siliq yoki jingalak bo'lishini belgilaydi. Beshinchi bu jismoniy kuch. Agar siz tabiatan kuchli mushaklarga ega bo'lsangiz, bu otangizni sizga irsiy sovg'asi. Oltinchisi sog'lom yurak. Agar yurak qon tomir kasalliklariga moyillik bo'lsa, bu otadan meros bo'ladi. Bunga gendagi protein Y javobgar. Agar otangiz sog'lom turmush tarziga amal qilgan bo'lsa, bu ijobiy gen albatta sizda aks etadi. Yettinchisi bu sizning xarakteringiz. Yetakchilik, o'ziga ishonch va hatto hazilkashlik otadan o'tadi. Sakkizinchisi ovoz ohangi. Agar ovozingiz o'tkir bo'lsa, bu otangizning geniga bog'liq. Masalan, Fox P2 orqali bolaga ovoz yo'g'onligi yoki aksi o'tadi. Sizga otangizdan qaysi xislatlar o'tganligini kommentariyada yozib qoldiring. Nima qilamiz? Turib bunday nosposingni tupurib, bet qo'lingni yuvib ko'chaga chiqib bir ish-pish qilasanmi yo mana shunaqa qilib o'tiraverasanmi? Turasanmi o'rningdan yo yo'qmi? Vaqt ketyapti, 21-asr, odamlar kosmosga uchyapti. Sen hali nosingni qayerga tupurish haqida o'ylayapsan.